Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan murskoy kapres salatini tayyorlaymiz. Bizga kerak bo'ladi sir, qazi, dudlangan go'sht, dudlangan tovuq go'shti, variyonli kolbasa, tuxum, pishirilgan go'sht, kopchoniy kolbasa va sho'rva bodring. Hamma masalliqlarimizni shunaqa somoncha shaklda to'g'rab olamiz va mayonez solamiz. Mayonezni maxfiy tuxumlisini olsalaring salatlarimiz juda ham shirin chiqadi. Hamma o'ziga tabga ko'ra ko'proq yoki kamroq mayonez solamiz. Ba'zilar ko'proq xohlaydi, ba'zilar mayonezni kamroq xohlaydi. Mayonez soldik. Mayonezimizga e'tibor beramiz. Mana shu yerda chesnok solamiz. Bitta chesnokchani mana shunday shaklda mayda to'g'rab mayonez bilan aralashtirib olamiz. Birinchi mayonez bilan, keyin masalliqlarimizni hammasini aralashtiramiz. Mana salatimizni aralashtirib oldik. Mana azizlar, tarelkaga hamma o'ziga tabga ko'ra salatni list qo'yib yoki birorta shakl berib tarelkaga solishingiz mumkin. Mana salatimiz ham tayyor, albatta tayyorlab ko'ring.